Da sizlardan so'ramoqchi edim. Darsni boshlashdan oldin qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, bemalol menga hozir aytishlaringiz mumkin. Obyektlarni yaratishda yoki bo'lmasam qaysidir ishlamay qolgan bo'lishi mumkin funksiyalar va shunga o'xshagan muammolar bo'lsa, bemalol yozishlaringiz mumkin. Hozir ko'rib chiqishimiz mumkin. Hammasi Xo'p. tushunarli bo'lyapti ustoz. Videodan ko'rib, qayta ko'rib tushunib olyapmiz. Mhm. Yaxshi. Yana endi bu yerda 3D modellashtirishda endi shunaqa xatoliklar, nimalar bo'lib turadi, muammolar bo'lib turadi. Bemalol aytaveringlar, birga muammolarni yechishga harakat qilamiz. Endi bu yerda funksiyalar ko'p, nima deymiz, har xil obyektlar qiyinroq bo'lgani uchun muammolar ham chiqib turadi. Bu oddiy hol. Agar nima bo'lsa, shunday muammolar bo'lsa, bemalol o'zimga murojaat qilishlari. Mayli, bugungi mavzumizga o'tamiz. Modifikatorlar. Boolean, array va mirror modifikatorlarni sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Qo'shimcha funksiyalar ham desak bo'ladi. O'shalar qanday ishlashi va boshqalarni ko'rib o'tamiz, demak. Kelinglar, birinchi modifikatorlar haqida bir gaplashib olsak, Blenderda modifikatorlar obyektni tahrirlash rejimida tahrir qilmasdan o'zgartirish uchun o'rnatilgan algoritmlardan foydalanadi. Modifikatorlardan foydalanish natijasi transformatorlarga qaraganda murakkabroq. Transformatorlarimiz ham bor. Endi transformatsiya, 3 ta transformatsiyamiz bor edi. Undan ko'ra ozgina qiyinroq deyapti, lekin o'rganib olsalaringiz bo'ladi bemalol. Bir ikkita praktika obyektlarda ishlab ko'rsalaringiz tushunib olasizlar. Uncha qiyin emas. Agar modifikatorlar qo'llanilmasa, faqat obyektga qo'shib qo'yilsa, tahrirlashda o'zgarmaydi. Faqat modifikatorlarni qo'llash natijasi ko'rinadi, lekin obyektning o'zi o'zgarmaydi. Demak, bu nima degani? Modifikatorni masalan ishlatdik, ana bunday qanaqadir natijaga keldik va uni qo'llash degani bor. Apply. Oxirida apply degan tugmamiz chiqadi. O'sha tugmani bosmasak, bizga oxiriga masalan rasm yoki bir video animatsiya sifatida olayotgan vaqtimizda bizda o'sha modifikatorning qilgan ishi masalan ko'rinmay qoladi, bilinmay qoladi. O'sha uchun oxirida nima qilishimiz kerak? Har doim apply knopkasini bosishimiz kerak bo'ladi. Uni ham hozir ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Modifikatorlarni qayerdan topsak bo'ladi degan savol bo'ladi. Bu endi properties degan bo'limdan olamiz. O'sha yerda ana ko'rib turibsizlar, ключcha kalit nimasida ko'rinib turibdi. Ikonkasida ko'rinib turadi. O'shanga bosib ishlatishimiz kerak bo'ladi. Demak, obyektga qo'llaniladi. Tanlangan obyektga, ya'ni biz obyekt tanlamasdan turib modifikatorni ishlatib bo'lmaymiz. Masalan, kelinglar misolda ko'raylik. Ana bu yerda kub turibdi. Ana bu yerda modifikator modifiers degan bo'limimiz bor. Bosib, ana bu yerda qo'shib ketsam bo'ladi. Lekin agar obyekt tanlamasdan, masalan, bironta bo'sh joyga bosib, masalan, hozir hech nima tanlamaganimni, mana bu yerdan ko'rinib turibdi. Tanlasam, mana bunday nima bo'ladi? Nima deydi? Belgilanadi. Hozir hech qaysi tanlanmagan. Modifikatorlarga bo'lsam, modifikator qo'shishga, masalan, array desam, bu yoqqa kubga avtomatik qo'shyapti. Lekin ko'pincha obyektlar ko'p bo'lsa qo'shmaydi hech nimaga. Modifikatorlardan yoki birinchi bo'sh tagga qo'shib ketib yuboradi. O'sha uchun nima qilishimiz kerak? Kerakli, masalan, kelinglar bironta silindr GY deb chetroq qilib qo'yaman. Ana shunga modifikator qo'llamoqchi bo'lsak, demak, modifikatorlar bo'limiga o'tib, mana bu yerga o'tib, get modifier, masalan, ko'p qo'llaniladigan arrayni bosishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu bizga ko'proq elementlarni ko'paytirib beradi. Shunday qilsak bo'ladi bemalol.
Shu uchun kerak. Demak, yangi modifikatorni qo'shish uchun add modifier tugmasini bosiladi. Mana bu add modifier. Ana shu bizga obyekt tanlaganimizdan keyin modifikatorlar bo'limi, ana bu yerdan modifikatorlar bo'limiga o'tgandan keyin add modifier tugmasi bilan mana bu yerdagi modifikatorlarni ko'ramiz. Bu modifikatorlar ana shu ishimizni osonlashtirib beradi. Masalan, ana shu aytib o'tganim array yoki boolean bitta-bitta masalan tahrirlash rejimiga ishlab o'tirmaymiz. Uni masalan copy paste yoki duplikat qilib o'tirmaymiz. Bitta modifikator qo'shib ishimizni osonlashtiramiz ancha. Shu uchun bizga kerak bo'ladi. Kattaroq nimalarda, obyektlarda, proyektlarda, ishlarda o'sha bizga modifikatorlarsiz ishlab bo'lmaydi o'sha. O'sha narsani faqat o'sha qo'lda qilish juda qiyin bo'lib ketadi. Kelinglar bir boshdan ketamiz. Demak, birinchi modifikatorimiz mantiqiy operatsiyalar yoki boolean operations deb nomlanadi. Boolean bilan tanish bo'lsalar kerak o'sha boshqa redaktorlarda ham qo'llaniladi. Kesish, birlashtirish, ayirish degani bor. Difference, union, intersect deb nomlanadi. Shulardan foydalanib, masalan, shunday shakllarni olsak bo'ladi. Endi bu nima? Asosiy sodda qilib aytganda, ikkita obyektning birlashgan joyini olsak bo'ladi. Ikkita obyektni birlashtirib yuborsak bo'ladi ana bu yerdagidek. Ikkita obyektning masalan, mana bu yerda kub bilan silindrimizning masalan alohida joyini ajratib olsak bo'ladi, farqli joyini. Bir-birining ustiga tushgan joyini kesib tashlaydi deyapti. Demak, umumiy joyini kesib tashlab, qolgan joyini olishimiz mumkin masalan. Yoki masalan kub bo'lsa, kubda qanaqadir silindr bilan qanaqadir teshik ochmoqchi bo'lsak, shunaqa nima silindrda nima bo'lishi kerak bo'lsa, mana shundan foydalansak bo'lar ekan. Xo'p, bu endi qo'shish, ana bu yerda xo'p, birlashtirishning foydasi. Demak, bu yerga Ctrl+J knopkasini ham aytib o'tgandim. Ctrl+J knopkasi bilan birlashtirib yuborsak ham bo'ladi, lekin bu bizda boolean birlashtirish ozgina boshqacharoq. Masalan, Ctrl+J bilan birlashtirsak, yana bu chap tomondagidek ko'rinishga keladi. Bu yerda o'zining o'qlari saqlanib qoladi. Mana silindr bor, silindrning o'qlari saqlanib qolgan. Lekin biz Ctrl+J qilmasdan turib, ana shu boolean bilan birlashtirib yuborsak, ana bu kerak emas, masalan, o'qlar yo'qoladi, ana bunday ko'rinishga keladi. Ko'ryapsizlar? Shunday ko'rinishga keladi. Endi bu qaysi vaziyat sizga kerakli bo'lsa, o'shanga qarab ishlatishingiz kerak bo'ladi. Vaziyatga qarab. Xo'p, demak, asosiy qoidalarimiz bu yerda mantiqiy operatsiyada ikkita obyekt ishtirok etsa-da, ularning biri asosiy hisoblanadi. Modifikator qo'llaniladigan va o'zgartiriladigan obyekt. Ikkinchi obyekt o'zlashtirish vositasi rolini o'ynaydi. Operatsiyada tugagandan so'ng o'zgarmay qoladi, demak. Agar kerak bo'lmasa, olib tashlanadi. Tushunarlimi? Demak, ikkita obyektimiz bor. Ulardan biri asosiy, o'sha o'zgaradi. Masalan, mana bu misolimizda mana bu yerda kub bilan silindr bor. Bizga asosiy bittasi bo'lishi kerak. Ya'ni qaysisi o'zgaradi? Masalan, silindr o'zgarsin yoki kub o'zgarsin deylik. Kub o'zgaradi va silindr ikkilamchi bo'lgani sababli o'zgarmay qoladi. Demak, va modifikatorning o'zi ham shu kubimizga beriladi. Hozir qanday ishlashini ko'rib o'tamiz. Mana bu ko'rinishi. Xo'p, axir bu yog'iga ko'p oldinga ketmaylik. Bitta. Xo'p. Ana masalan kubimiz bor. Shunga kelinglar mesh bilan silindr qo'shib ko'raylik. GZ deyman, ozgina teparoq ko'tarib. Masalan, ana shunday shu yerda bo'shliq kesib tashlashimiz kerak. Qanday qilsak bo'ladi? Demak, kubga bosamiz va bu yerda modifikatorlardan booleanni qidirishimiz kerak bo'ladi. Endi
Ana bu edit perform mana bulardan ham qidirib ko'rsalar bo'ladi. Endi ko'pincha ana bu searchdan foydalaniladi. Juda ko'p. Xo'sh, modifikatorlarimiz ko'pligi sababli shu qidiruvdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Shu yerga yozaman nomini boolean. Bu yerda boolean deb chiqdi ana. Bu yerda endi standart nima turibdi ana bu yerda. Keyin belgilab qo'yganmiz ana asosiy obyekt shu o'zgarishi kerak. Shuni esdan chiqarmaymiz. Ana endi bu yerda pipetka yoki ruchkani tanlab ikkinchi obyekt tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana bo'ldi. Mana endi hech nima o'zgarmaganday bo'lishi mumkin. Lekin G masalan X ni bossak yoki mana bu yerda apply ni bosamiz va ana G Z qilib tepaga ko'tarsak ana ko'ryapsizlar o'sha nimada shaklda silindr shaklida kesib oldi bizni obyektimizni. Obyektning qandaydir qismini masalan kesib olmoqchi bo'lsak ana shunday ishlatsak bo'lar ekan. Kelinglar biz bilan ozgina kichraytiraman. Xuddi ana bu nimaday deraza oynasiday kesmoqchimiz deylik. Deraza oynasi. Xo'sh, SX bilan ozgina kattaroq qilaman. Shift A mesh demak silindr. S bilan ozgina kichraytiramiz. GZ bilan ozgina teparoqqa ko'taraman. Mana shunday bo'sh joy yaratmoqchimiz deylik. Mana shunda. Bu uchun yana bir marta, demak, edit modga o'tish shart emas. Object modda o'zida silindr tanlaymiz. Qaysi o'zgarish kerak? Masalan, silindrda ana shunday teshik, aylana teshik paydo bo'lishi kerak deylik. Xo'sh, silindr demak, kubimizda to'rtburchak parallelepipedda bo'lishi kerak. Ana kubni tanlayman. Xo'sh, ana bu yerda tanlab qo'yilgan difference уже yoki ana kelinglar qaytadan add modifier deb bosib, searchga bosib, boolean deb yozsak chiqadi. Hoppa, boshqasi bo'lib ketdi. Xo'sh, add modifier, search, booleanga o'taman. Booleanni bosib, keyingi obyektimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ana obyektni ustiga yetgan vaqtimiz ana ruchka bilan silindr deb ko'rsatyapti. To'g'ri, rostdan bizning shaklimiz ikkinchi darajali shaklimiz silindr. Bosamiz, demak ana kesib berdi hozir. Kesib bergan ko'rinmaydi. Ko'rinishi uchun bu yerda apply'ni bosamiz birinchi. Apply'ni bosganimizdan keyin saqlanib bo'ldi. Ana endi bu obyektni bemalol o'chirib yuborsak bo'ladi. O'chirsak ana shunday ana shakl paydo bo'ldi. Bu endi nima uchun kerak deb masalan bo'lishi mumkin. Kelinglar. Nima uchun o'zi bunday keyin orqaroqqa qaytaraman. Masalan, ikkita uchta obyektdan bo'lishi mumkin-da. Buni ham hisobga olish kerak. G, X bo'yicha masalan ikkita obyekt bo'lsa, G, X bo'yicha bunday qilib qo'ydik. Masalan, ikkita uchta obyektimiz bo'lsa, mana demak, birinchi obyektni tanlaymiz va ana endi qaysisini tanlashimizni ana silindr yoki silindr 001 deyapti ana. Bosamiz masalan, biriga bossak, xo'sh, va keyin apply deb bosaman. Apply bu ana shu nima qilish, saqlanib qilish bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zgarishlar saqlanib qolib qo'yiladi. Bosdim, mana endi bu obyektni o'chirib tashlsam mana paydo bo'lyapti. Lekin hali bu obyektda harakat qilib ko'rsatamiz, ana hech nima hali nima bo'lgani yo'q. Buni ham kesib tashlash uchun yana shunga bosamiz. Obyektimizga yana modifikatorlarga bosib, search boolean ga o'tamiz. Yana xuddi shunday, ana shu ikkinchi nimamizni tanlaymiz. Obyektimizni va yana apply tugmasidan foydalanamiz. Va ana endi o'chirib tashlasak, ikkita teshiklik bunday shakl paydo bo'ldi. Mana shunday, demak, foydalansak bo'lar ekan modifikatorlardan.
biri booleandan. Xo'sh, union demak birlashtirib yuboradi. Intersect bu umumiy joyni oladi. Keyin intersectni ham ishlab ko'ramiz. G x deb chetroqqa olib, mesh obyektlaridan keyin silindr va masalan tor bilan mana ishlab ko'raylik. Kubni ishlatib ko'raylik. Xo'p, g x bilan ozgina orqaroqqa ishlaymiz. G s y bilan ozgina kattaroq qilamiz. Masalan, mana bu masalan torimizni yarim qismini olmoqchi biza. Qanday qilib olsak bo'ladi? Yarmi. Birinchi torga bosamiz. Add modifierga kirib, searchdan booleanni tanlaymiz. Booleanga tanladik. Ana endi intersectdan foydalansak bo'ladi. Ana bu yerda har xil nimalarimiz bor, menyularimiz bor. Bu yerda bosib, obyektni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ana bu yerda kubni tanlaymiz. Kubni tanlaganimizdan keyin ana ko'ryapsizlar, faqat yarmini bu qismi qoldi bizga. Xo'sh, manifold va exactda turamiz. Shuni tanlaymiz va apply'ni bosamiz. Va shunda bizga ana endi hozir kubimizni o'chirib tashlasak, torimiz yarmi qoldi. Bunday qilib ham ishlashimiz mumkin ekan. Shakllarning kesishgan joyini olib ishlatishimiz mumkin ana shunday qilib. Shunday shakllardan foydalansak bo'ladi. Xo'sh, intersect union difference ana bu yerda paydo bo'ladi deyilmoqda. Tugmalar yordamida operatsiya tanlanadi. Qaysi kerakligini mana bu yerdan tanlab ishlatishlaringiz kerak bo'ladi. Obyekt maydoniga ikkinchi obyektning nomi kiritiladi yoki pipetka yordamida tanlanadi. Ana bu yerda nomini kiritsak bo'ladi yoki pipetka. Ana bu yerda pipetka deb nomlanadi. Ruchkachamiz bor desa ham bo'ladi. Sodda qilib aytganda, ruchkacha bilan o'sha obyekt tanlansa ham bo'lar ekan. Kerakli natija olingandan so'ng apply yoki Ctrl A tugmasi bosiladi. Aks holda ikkinchi obyektni ko'chirish yoki o'chirilgandan so'ng kerakli shakl yo'qotiladi. Demak, shakl qolishi uchun bizga apply qilishimiz shart ekan. Xo'p, bundan savollar bormi? Xo'sh, boolean modifikatordan. Savollar bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. Mirror modifikator. Mirror bizaga inglizchadan tarjima qilganimizda oyna ma'nosini beradi yoki akslantirish desak ham bo'ladi. Modifikatori deb nomlanadi. Tanlangan o'q bo'yicha akslantirib beradi bizga obyektimizni. Xo'p, bir vaqtning ikkita bir nechta o'qlar bo'ylab aks ettirish imkonini ham berar ekan. Agar Agar ikkitasi kiritilgan bo'lsa, obyekt 4 ga ko'payadi. Agar 3 ta o'q berilgan bo'lsa, 8 ga ko'payadi deb aytyapti. Masalan, ana bu yerda misol sifatida ko'rsatilgan. Mana shu obyektni qanday qilib yaratsak bo'ladi? Kelinglar, ana shuni ko'rib o'tamiz. Obbo. Bunday fonar ko'rinishini qanday qilsak bo'ladi? Bu uchun bizga nima kerak bo'ladi? Kelinglar, mirrorda ham ishlatib ko'ramiz. Bu uchun bizga plane'dan foydalanib ko'raylik. A deymiz, mesh deymiz, plane kelinglar. Plane oddiy yuza mirrordan foydalansak bo'ladi. Qo'llanib. Xo'p, ana endi kelinglar, mirrorda ham xuddi o'sha modifikatorlar bo'limiga o'tib, add modifier bosib, searchga bosib, mirrorni tanlashimiz kerak bo'ladi. Yoki yozamiz yoki menda уже spiskada bor. Ana shu birinchisiga bosamiz. Hech nima o'zgarmadi, lekin ana bu yerda x o'qi, y o'qi yoki z o'qi 8 ga yoki nechigadir ko'payadi degandik, lekin hech nima o'zgarmayapti. Nimaga? Chunki bizda mana bu asosiy nuqtamiz
markazimiz nima desak bo'ladi? Markazda yotibdi desak ham bo'ladi. O'sha markazga nisbatan bu takrorlanadi, akslantiriladi. Bizda markaz o'rtada yuz o'tiribdi. Qanday qilib nima qilsak bo'ladi degan savollar bo'ladi. Bu uchun tahrirlashga o'tishimiz kerak bo'ladi. Subdivide qilamiz. Kelinglar subdivide qilib, mana bu uchta nuqtani X tugmasi bilan o'chirib yuboraylik. Vertical deyman, mana o'chirib yubordik. Ana endi object modga o'tib, mirror qilib x y desam, mana y yo'q yoki x ni y yo'q, faqat bo'yicha takrorlan desam, mana qo'shimcha ana bu yerda paydo bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Y olib tashlsam yo'qolyapti. Tanlayapman. Bu bizga kerak emas, asosiysi ana bu nutqlar bilan ishlaymiz. X yo'q bo'yicha takrorlan deyapman, lekin takrorlanmayapti. X yo'q bo'yicha takrorlanishi uchun ana bu yerda ham masalan kelinglar ana shaklda o'zini nima qilamiz? G X deyman. Nima o'zgardi hozir? Bizda shaklimiz o'sha turibdi. Hech nimasi o'zgargani yo'q. Qayerda qoldi? Faqat uning markazi ana bu burchakka o'tib qoldi. Bu burchakka o'tdi. Ana endi agar mirror x o'q bo'yicha desam, mana bu x o'q bo'yicha, mana shu x o'q bo'yicha akslantirilyapti bu yer. Ko'ryapsizlar? Endi y o'q bo'yicha ham desak, ana bu demak ana shu nuqtaga nisbatan bu tomonda ham ikkita obyekt yaratildi. Tushunarli? Demak, markazga e'tibor beramiz. Agar markaz ana bu yerda bo'lganda edi, bu hech nima o'zgarmasdi. Hech nima bizga yo'q, ana bu yerda bo'lganda hech nima bo'lmas. O'sha o'zgarishlar nimalar bo'lishi uchun bizda qaysidir burchakda yoki tomonda bo'lishi kerak bizga. Asosiy yuzamiz. Tushunarli? Demak, ana bularni ham kelinglar o'chirib tashlaymiz. X deymiz, vertical. Bizga oddiygina yana yuza paydo bo'ldi, lekin bu yuzalar o'sha bizga takrorlanib kelyapti. Takrorlanish yordamida paydo bo'ldi. Ana endi kelinglar ana bu nimaga yaqin shaklni yaratib ko'ramiz. Bu uchun ana bu obyektda takrorlaganimiz, ana bu obyektda tayyorlayotganimiz, ana bu 3 ta obyektda ham takrorlanishni boshlaydi. Masalan, extrude qilib ko'ray yana. Extrude qilyapman, 3 ta obyekt ham ko'tarilyapti birdaniga. Xuddi shunday ana bu yerda ham, ana bu yerda takrorlagan 4 dan bir qismi ana bu 3 ta bir xil takrorlanishi kerak. Masalan, mana shuni ko'ryapmiz. Bu uchun ana ozgina extrude qilishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar extrude'ni bosaman va ozgina ko'taraman. Qalinlik bilan. Mana bizga o'sha fonarning pastki qismi paydo bo'ldi. Mana endi ana bu stolbikchalarni tayyorlab ko'ramiz. Bu uchun i knopkamiz bor edi. I knopkamiz kichraytirib berardi. Ana shunda foydalanamiz. Bunday qilib shakl tanladik. Xo'sh, ana endi G knopkasi bilan X ni bosib ozgina chekroqqa olamiz va G, Y bilan bu yoqqa olamiz. Savol bo'lishi mumkin, bu yoqlarga takrorlanmadi-ku, yana hozir to'rtburchakcha bu yoqqa bor, bu yoqlarga yo'q. Bu yerda ham takrorlanyapti, prosta ko'rinmayapti. Hozir ana ishlatishni boshlasak, extrude qilib boshlasak, bu yerda ham ko'rinadi. Kelinglar hozir ozgina nimaroq qilamiz. G, Y yo'q bo'yicha ozgina tushirishimiz kerak. G, Y deymiz, ozgina tushiramiz. Ana endi masalan extrude qilsak, obyektimizni kelinglar, tugmasi bilan extrude qilinadi. Ana 4 ta stava chiqyapti bizga birdaniga avtomatik tarzda. Masalan shunday qiladi. Ana shunday takrorlash bo'lyapti. Ana endi bo'lib olish deganimiz bor edi. Mana bu yerlarni endi bunday ozgina bu yoqqa yoki bu yoqqa surish uchun bizga bu hozir harakatlantirsak, ana bu nimalarni belgilab, masalan G Shift Z
desak, bu chiroyli bo'lmayapti, qaranglarni. Ko'rishlaringiz mumkin. Silliq qaytmayapti, tekis bo'lib turibdi. Buni qanday qilib, masalan, nima qilishimiz mumkin? Bu uchun qaysidir yuzani tanlaymiz. Yuza, xo'sh, uchni bosamizda, yana bu yuzani tanlaymiz. Shift R, Ctrl R ni bosib va ko'proq g'ildirakchani aylantirib, mana shu ko'proq bo'limlarga bo'lamiz. Bo'limlar bo'lmagani uchun bizga ana shu bir xil tekislikda o'zgarib turgandi. Ana endi proporsional o'zgarishni tanlab, masalan, root deyaylik, smooth emas, rootni tanlab, uch bilan yuzani tanlab, ho'p, endi shift Z yo'q. G ni bosib, shift Z ni bossak, ana уже bizga boshqacha ko'rinishda ana o'zgarish boshlayapti. Ozgina bu format to'g'ri kelmas ekan. Smoothga keyinroq qo'yamiz, qaytamiz. G shift Z ni bosaman va ana bunday noodatiy shaklda, chiroyliroq shaklda bizda o'zgartirib beryapti. Hop, bo'ldimikan? Yo'q, ozgina baribir nimasi bor. G shift Z deymiz. Ana bunday qilib masalan keyingi ana shunday ko'rinishda bo'lsin. Yomon bo'lmas shekilli. Mana shunday to'lqinsimon shaklda masalan stoykalarni tayyorlab oldik. Endichi xuddi shunday ekstrudni bosamiz, enterni bosib qo'yib, ekstrudni tepaga emas, просто enter bosamiz. Ekstrud bo'libdi, bitta orqaga qaytamiz. S tugmasi bilan ozgina qariroq qilib bossak ham bo'ladi. Masalan, S ni bosamiz, ozgina qariroq qilamiz. Masalan, pastdan tepaga ko'tarilgan vaqti, masalan, ozgina katta bo'lyapti. Qariroq bo'lyapti deylik. Endi yana yuzaga qaytib, E tugmasi bilan S tugmasini bosamiz. E tugmasi bilan S tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Va ozgina chiqarib olamiz, qariroq qilamiz. Tamam, bizga demak ana shunday ko'rinishga kelyapti. Mana endi nima qilishimiz kerak? Tepasini yopib bo'lishimiz kerak. Bu uchun bizga tomonni tanlash belgisini bosamiz, ya'ni 2 ni bosishimiz kerak. Ana bu yerga o'tib, tomonni tanlab, yana G tugmasi bilan ishlatsak bo'ladi, lekin bu yerda mana bu yerda proporsional o'zgartirishni o'chirib qo'yib ishlatishimiz kerak. G X ni bosaman, X yoq bo'yicha o'zgartirib. Lekin mana bunday bosaversam o'tib ketyapti, to'xtamayapti, masalan, ana bu yerga kelib to'xtamayapti. To'xtash uchun ana bu yerda juda oddiy clipping tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bosib qo'yamiz. Xo'sh, G X bilan ana kelyapman, ana G shu yerga to'xtayapti. Tamom. Yaxshi. Xo'p, ana endi bu tomonni ham xuddi shunday qilishimiz kerak. Tomonni tanlaymiz. G knopkasi va endi Y tugmasini bosamizda, ana bu yerga bu yergacha yetib qo'ydik ana. Xo'p, ana shunday nima go'zal paydo bo'ldi. Bu nuqtalar masalan yuzalar kerak emas. O'chirmoqchi bo'lsak, X ni bosamiz. Xo'sh, o'charmikan? Dissolve edges. Yo'q, bizga o'chmadi baribir. O'chsa, nima bo'lib ketyapti? Yo'q, bu ham bo'lmayapti. X. Yo'q, vertical ham ishlamayapti. Edges, X edges. Endi o'sib, ana ishlayapti demak, yaxshi. Xo'p, ana shunday qilib o'chirib yuboramiz. Endi extrude bilan tepaga ko'tarishimiz kerak. Qanday o'chirdik? Yana bir marta ko'rsataman.
tomonni tanlaymiz. Qaysidir tomonni bosamiz. X bilan edgesga bosishimiz kerak. Edges bu tomonlar degan. Tomonni o'chirib yuboramiz. Oddiygina tomonni o'chirish bilan ishimiz bitar ekan. Edgesni bosamiz. Bizga tomonlar o'chib ketdi. Kerak emas chiziqlar. Tamam. Keragi yo'q. Yo'qotib tashlaymiz. Bu yerda demak to'rtta kerak emas chiziq bor edi. Endi yuzani tanlaymiz. Yuzani tanlab, endi extrude qilishimiz kerak bo'ladi. Yuzani tanlash uchun mana bu yerda uchga bosishimiz kerak bo'ladi. Endi yuzani tanlab, extrude bilan ozgina qalinroq qilib olamiz. Bizga qalinlik paydo bo'ldi. Bu da ana shunga o'xshab qalinligimiz bor. Ana endi tom qismi, mana bu qismni tayyorlash kerak. Bu uchun ham nima qilamiz? Extrude qilib olib, xo'sh, tepaga ko'tardik. Ana endi bu tomonni bu tomonga yaqinlashtirishimiz kerak. Tomonlarni yaqinlashtirish uchun 2 ga bosib, bu tomonni tanlab, G X tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. X ni bosyapman mana. Yaqinlashtirdi. Ana endi bu masalan ruchkachasini tayyorlash uchun yoki ana buni ozgina nima qilsak ham bo'ladi. Bu yerda ham G Y tugmasi bilan ana bu yerda yaqinroq qilib qo'yishimiz mumkin. Kichikdan ham yaqin, bu tomondan ham yaqin bo'ldi. Endi faqat yuzani tanlab, bu yerda extrude'ni bosib, qalinroq qilib masalan, xo'sh. Bu yerda ham kelinglar, ozgina G Y bilan ozgina kiritamiz. Yo'q, bu yerda keyinroq kiritish kerak ekan, bu yoqdagisi ham o'zgarib ketyapti. Mana bo'ldi. Mana tayyor bo'ldi. Endi bu yog'ini ana bu yoqda ozgina cho'zishimiz kerak, lekin buni cho'zish uchun mana bu yerdan ham cho'zsak bo'ladi aytgancha. Yuzani tanlaymiz. Extrude bilan ana qilsak bo'ladi, lekin u tomondan ham chiqib ketyapti. Bizga faqat bitta tomondan chiqish kerak o'sha. Nima degani bu? Bitta tomonni chiqarishimiz kerak. Bu degani endi demak takrorlanish bo'lmaslik kerak o'sha. Takrorlanishni tugatishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Mana bu mirrorni yakunlashimiz kerak. Bu uchun mirrorda ana bu yerdagi tugmasiga bosib, apply'ni bosishimiz kerak. Xo'sh, edit moddan hali o'chirishimiz mumkin emas deyapti. Edit modda ekanmiz. Object modga qaytamiz. Obyektni tanlab, apply'ni bosib yuboramiz. Shunda bizga ana to'laqonli obyekt sifatida qaytdi bizga. Bunday obyektimiz paydo bo'ldi. Ana endi bemalol masalan ana bu tomonlarni chiqarib, bu yog'ini kirgizsak bo'ladi. Masalan, mana bu yerdan tomonlarni tanlashdan ikkita tomonni tanlayman. Xo'sh, G Y ni bosib, bu yoq kirmayapti. Bu yerda qo'shimcha nuqtalar paydo bo'lganga o'xshaydi. G Y yo'q. Qo'shimcha qo'shimcha bor, nimalar paydo bo'lgan ekan. Extrude 2 marta qilingan. Shunday bo'lyapti. G Y va ozgina kiritaman. Mana bu yerni esa